Assalomu alaykum aziz obunachilar, yaxshimisizlar? Hop, bugungi video obzorimiz o'zimning uyimdan bo'lyapti. Darvozadan kirishga o'zimizga pasayroq qilib, xipchamroq qilib o'zimizga uy qilyapmiz. Hop, bu uyimizni gazabloydan qildik, gazabloydan qilyapmiz. Maqsad gazabloy issiq bo'ladi deb deyishyapti. Bu uyimizning razmeri 3,5 ga 5 bo'ldi. Hop, eshigida 1,20 qildik enini. Bu yoqda ikkita deraza qo'yilgan. Derazalarimiz ham shunaqa 1,20 ga shunaqa atrofda ikkita deraza qo'yganmiz. Hop, gazabloyning razmeri bunaqasi 60, bo'yiga 20, eniga 30 ekan. Ichkarilarini ko'rsataman. Tepalariga mana to'sinni temirdan tashladik. Hop, yana bir narsa, mana yerga bir eshikcha qo'yib ketyapmiz. Bu yerga nasibsa bir kichikroq hojatxona, hammomni qilish planimiz bor. Bu qishki kunlariga shunaqa harakat xudo xolasa. Mana bundoq. Hop, endi bu tepaga mana regel qo'yiladi, bu yoqqa qo'yiladi. Bu uyimizning plani 2 etajga moslaymiz. Bu yoqqa mana zinadan chiqish xod qilganmiz. Bu yoqqa shu yerdan o'sha yerga zina qilinadi. Hop, aziz obunachilar, 2-etajga mana qo'yishimiz kerak. Yo'inki yana bir boshqa yo'li bormi? Izohlarda fikringizni qoldirasiz degan umiddaman. Hop, yana bir gap, aziz obunachilar, biz oddiy ustamiz. Shu blogerlik sohasiga qiziqish faoliyatni boshlayapmiz, xudo xolasa. Shu sohada biz ham o'zimiz bir sinab ko'rsak, faqat sizlarning yordamlaring bilan, sizlarning poddeshkalaring bilan avvalo xudo shu sohada ham rivojlanib ketsak, katta blogerlarga o'xshab, xudo xolasa qilgan poddeshkalaringni xudo xolasa samarasini ko'rasizlar. Salomat bo'linglar aziz obunachilar.